Nega ko'pchilik Turistor Freondan 290 Freonga o'tish kerak deyishyapti? Bu haqida videoni oxirigacha ko'rsalaring, batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. O'zi nimaga Turistor Freondan 290 Freonga o'tish kerak? Kelinglar batafsil ko'rib chiqamiz. Bugun biz sovutgich ishlab chiqarishda katta burilishli davriga keldik. Ya'ni Turistor va 134 freonlari endi o'tmishda qoldi. R290 tabiiy propan, kelajakning standarti. Nima uchun? Keling, haqiqiy ma'lumotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni boshlashdan oldin R290 freoni nima va nima uchun kerak? Buni bilib olaylik. R290 bu propan, ya'ni tabiiy gaz. Azon qatlamini yemaydi. ODP 0 ga teng. Issiqxona effekti esa juda past. GVPS esa 3 ga to'g'ri keladi. Solishtiradigan bo'lsak, Turistor Freon 3922 ga, 134 esa 1300 ga teng. Bu raqamlar globallashishga ta'sir qiladi. Yevropa va Rossiyada 2025-yildan Turistor yoki 134 da ishlab chiqarilgan sovutgichlarni eksport qilish taqiqlandi. Chunki ular yuqori GVP ga ega. R290 freoni to'liq talabga mos va eksport uchun ruxsat berilgan tabiiy yagona variant. Huawei va Embraco kompressorlari allaqachon yangi chiqarayotgan kompressor liniyalarini R290 ga moslab chiqarmoqda. Shuning uchun bu o'zgarish nafaqat ekologik, balki biznes uchun ham foydalidir. Indoneziyada 2021-yili laboratoriya sinovlari shuni ko'rsatadi. R290 freoni -29 gradusda Turistor freonga qaraganda 30 daqiqa tezroq sovutadi. Turistor freoni turi 1 amper, 290 freoni esa 2,1 amper. Ya'ni tok sarfi 30% ga kamayadi. Bosim 290 freonda 175 psi, Turistor freonda esa 215 psi. Bu esa kompressorni zo'riqishini oldini oladi. Umumiy energiyani tejash 30-40% gacha yetadi. R290 freonida foydalanish qanchalik oson? Ko'pchilik propan yonuvchan, xavfli emasmi deb qo'rqadi. Aslida har bir qurilma 150 gram gazgacha ishlaydi. Bu hajmda hech qanday portlash yuz bermaydi. Uchqun yo'q motorlar ishlatilinadi. Fanlar shadet poli yoki ESM turida bo'lishi kerak. Elektr qismlari, ya'ni relay, termostatlar ES standartiga mos bo'lishi kerak. Ventilyatsiya bo'lishi zarur. Chunki gaz havodan og'irroq pastga yig'iladi. Shuning uchun ishlab chiqarish joylarida albatta gaz detektorlari bo'lishi shart. 20 yildan ortiq vaqt davomida Yevropada minglab R290 qurilmalari ishlab kelmoqda va hech qanday jiddiy hodisa qayd etilmagan. Texnik moslashuvi deyarli murakkab emas. Ya'ni kapilarka naychalari 10-15% ga uzayadi. Filtr turi esa XH9 tavsiya etiladi. Moy turi bo'lsa, poya bilan mos kelaveradi. Kondensator isparitorlar hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Sistemaga freon sig'imi Turistor va 134 freonlarga qaraganda 40-50% gacha kam bo'ladi. Bundan tashqari R290 freoni energiyani 30-40% gacha tejaydi. Kompressor esa boshqa kompressorlarga qaraganda 15 gradus sovuqroq ishlaydi. Hamda sovutish tezligi esa 1,5 barobarga oshira beradi. Bugungi bozor talabi ekologik, tejamkor, eksportga sovutgich ishlab chiqarish. R290 bunda to'g'ri tanlov bo'ladi. Embraco va Huawei kompressorlari allaqachon bu yo'lga o'tgan. Shuning uchun biz ham sizga, ya'ni Turistor freondan R290 freonga o'tishingizni tavsiya qilamiz. Ushbu jarayonga ketadigan barcha ehtiyot qismlarni aynan Astechrefdan topishingiz mumkin. Bizga aloqaga chiqing, butun O'zbekiston bo'ylab xavfsiz va tezkor yetkazib beriladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi video qaysi mavzuda bo'lsin, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.